Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrli vatandoshlar, Xudo yaqindan kuzatgan hurmatli obunachilar. Tiko brend jamoasi Andijon avtomobil bozoridan Xudo xolasa akalar sizlarga yengil mashinalarni tavsiya etamiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Maxis avtomashinamiz bir qator operatsiya qilingan, Saradan qaytgan. Motor, hadovi, korobkasi ishi yo'q, Xudo xolasa. Endi bir qator operatsiya bo'lgan, asli bo'lgan orqa oldi butun. Ichki salon holatlari. Narxi ham o'ta go'zal holatda, chiroyli holatda narxlari. Boshqa telefondan Xudo xolasa. Mashinamizga generalniy davenistlar, onlayn davenistlar, xohlagan dokumentlar chiqaradi Xudo xolasa. To'rtta balon o'rtacha holatda. Metan gazda yurib turibdi. Mashinamizni $1350 jinda kamini beramiz. Xudo xolasa, yurish turishlari bejizolat. Navbatdagi mashinamiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinamiz, orqa butun. Bu mashinamizdan bir qator asfalt qilingan, orqa oldi butun. Balon holatlarini ko'rish mumkin. Ichki salon holatlari, chexol, poli, patologlari. Oq holatlari chiroyli. Motorda hadovoda korobkasi ishi yo'q, Xudo xolasa. Bu mashinamizni $1000 dan jinda kamini qilib beramiz deyilyapti. Ekranda raqamlarimiz bor. Ekranda raqamlarga aloqaga chiqib bemalol to'lov ma'lumotlarini olishingiz mumkin. Ikkala mashinamizga ham Xudo xolasa generalniy davenist, xohlagan dokumentlar chiqadi. Like, podpiskalarni bosinglar, kommentariyada o'z fikringlarni qoldirasizlar, Xudo xolasa, sizlarning fikringiz uchun muhim akalar.